Akalar, assalomu alaykum. Bugun Moto Centrimizdan materiallarning obzori, narxlari, kubalari, metrlari, kilolarini sizlarga obzor qilib beramiz. Videoni boshida adresimizni aytib o'taylik. Qo'qon Yepan yo'nalishida Afg'onbodi ko'rigidan Yepan tomonga 300 metr yurganda, Ohanqaynardi ko'rigidan Qo'qon tomonga yurganda 100 metrda o'rtada joylashgan. Sizlar bemalol kelaverasizlar. Narxlar bomba, skidka qilib tashlayapmiz. Joyimizni jicha naryoqda edi, hozir bekib ko'chirdik. 100 metr radiyasi bilan ko'chirdik. Xuddi shu joyga kelaverasizlar. Bu yerda 3 tonna, 4 tonnagacha bo'lgan benzinli, elektronli, skuter hammasidan bor. Xohlasangiz shunaqangi 2,5 tonna ko'targan samasuvallar bor. To'rtta balonli, toqqa yurasizlar, boqqa yurasizlar, lubojaga chiqib ketayotganlar. Portlab ketaman degan joyidan. Kelasizlar, tanlab olasizlar, mindirib yuboramiz. Shunaqa bombalari kelgan, narxlari ham bomba. Ana shuni 3100 beryapmiz. 2,5 tonna yuk ko'taradi. To'rtta balonli, turishini qaranglar, dahshat. Yer qaydasalar bo'laveradi, istalbani arqonbay zanjirbaylar buzib yuborsalar bo'layotgan darajada. Sug'urib oladi, daraxt baraqlar tomiri bilan sug'urib olayotgan. Oldida o'zini tali bor. Lubboy narsani lubboychidan tortib oladi. Bitta zil chuqurga tushib ketsa, shundan tortib oladigan darajada bular. Narxlarni boshladikmi o'sam, bittadan ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Like bosib, podpiska bosib, qo'llab turamiz. Skuterlardan boshladik ekan o'sam, skidkada, aksiyada dastavkagami, boshqa narsagami, mahallaning ichida meni yurganimi, ishini bitirib yurganimi, ishxonagami, juda qulay narsa, ixcham, udobli narsa 350 dan. Akkumulyatorlari 2026 garantiyali. Abonelarimiz 300. Bulardan yana kesalarning bir kishi o'tib berayotgan joyi bor. Sotuvchilarimiz chetda hurmatlarni joyiga qo'yib, o'tib berayotgan o'tib beradi. Bundan tashqari benzinli juda ko'p. Benzinlilarimiz 1 tonnadan boshlab 2 tonna, 3 tonna, arada yarimi ham bor. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 1, 2, 3, 4 ketaveradi. Gideti 25 xil Alp Motorsdan benzinli materiallarimiz. Ularni narxlarini men adashtirib o'raman. O'zingizlar bilasizlar, Qirg'izistonda do'konimiz bor, Qarshida do'konimiz bor, boshqa respublikalar do'konlarimiz bor uchun men narxni adashtirib qo'yaman. O'shaning uchun sizlarga qanaqasi kerak bo'lsa, mana shu eng kattasi nechiga shu? 1.40 260 samasuval. Nech pul shu? 2850 qilib beryapti. 2850. O'sha degani o'zi aligini olib tashlaymiz degani, tushunaverasizlar. Narxlar bomba. Xohlagan turli narsalarni, materiallarni so'rasalaring, telefon raqamlar qo'yib qo'yapmiz. Shuni tushuntirib berishadi. Narxi bunaqangi, dastavkasi bunaqangi, mo'ljaga yetkazib beramiz deyshadi. Xohlasalaring sizlar boshqa viloyatdan turib pulni to'liq qilsalaring bo'ldi. Dokumentini shunday to'g'irlab, sizlarga mashinaga yuklab jo'natib yuboradi. Bundan tashqari Yozyovonda bor do'konimiz, Qarshida bor do'konimiz, Qo'qonda aeroportda ko'rigidan o'tganda Promzonaning svetoforida Qo'qon territoriyasida magazinimiz bor. Bexijolat. Sizlar xohlagan joyga materiallarimiz, skuterlarimizni dastavka qilib, nomlaringizni afronlik qilib jo'natib yuborishadi. Va bu tomonda elektronli materiallarimiz, akalar, qolgani elektronli materiallarimiz, turistlarimiz bor, yosh kattalarga, ayollarga minayotganlari hammasidan bor. Videoni benzinli deb bitta tanishtirdik. Qolgan elektronli materiallarimizni narigi do'konimizda tanishtiramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, qiziqlar endi boshlanadi. Video davomini Promzonadagi Qo'qon iqtisodiy zonadan svetofor tagidagi do'konimizdan davom ettiryapmiz. Bitta elektronli, benzinli o'nchag'igacha bor. Xohlasalaring Afg'onbodi magazinimizdan olinglar. Xohlasalaring bitta kimga qat udobniy bo'layotgan bo'lsa, chetdan olishlari mumkin. Bitta elektronnilarimizni, bitta benzinlilar tushundida, bu elektronni bitta ham bor. Bitta hozir elektronnilar narxini tushuntirib o'tiramiz. Xo'p, $1000 dan boshlanadi. $1000, 1.80 ga 1.36 ta akkumulyator, 1.8 miya motor. Komfortligiga qarab, balonlarni razmeriga qarab turib, o'ziga akkumulyatorning katta kichikligiga qarab narxlar o'zgarib boraveradi. $1000
$1150. Mana ustida turganlarim Largo Motors'dan $1150. Bularda обязательно 100% o'tib berayotgan joylari bo'ladi. Sizlar kelib, minib ko'rishlaringiz mumkin. Keyin bizdan olingan materiallarga 3 oy garantiyasi bor. Hamma narsasiga 3 oy garantiya bor. Undan tashqari hali hech kim ko'rmagan, haqiqatan o'zim ham olib mingim kelayotgan material, rostdan gapiryapman, hali oldi qochdi gap emas. Turkiya uchun eksport uchun ishlab chiqarilgan Xitoyga zakaz qilgan materialimiz keldi. Shundan 20 dona Qo'qonga olib qolganmiz, ko'ringlarda. Juda ajoyib chiqibdi. Buni Turkiya uchun chiqargandik. 20 donasini Qo'qonda olib qoldik. Materialga tushunmaydigan odam ham ko'rib shuni olgisi keladi. Ko'rsatayim buni. Material juda chiroyli ishlangan, hamma narsasi joy-joyida ishlangan. Detallar, materiallar va shu mazza narsa chiqibdi ama. Material o'ta komfort. Haligi minadigan. Shu materialga men garantiya beraman. Yo'q 10 yil minadi. Akkumulyatorni o'zi 3 yilga chidab bersa kerak. Hozir biznikilar to'g'ri gap kimga qanaqadir, lekin katta balon, daxsvitlari ko'p kechib qoladi. Haqiqiy materiallar mana shunday bo'ladi. Sababi nimaga? To'g'risini aytish kerak. Bu balonlar motorga, akkumulyatorga, reduktorga nagruska bermaydi. Shu 600 kilo yukni semella olib ketadi. 600 kilo yukni bemalol oladi. Baloni katta bo'lgani bilan boshqa bo'lgan hech qanaqa ish bermaydi. Misol, mashinaga ham bizkilarda katta balonlar qo'yib oladi-yu, aniq nagruska bo'ladi, buzilish ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Endi u benzinli. Bu elektronli akkumulyatorga yuradigan narsa teng bo'ladi. Shu 350 ga 12, 400 ga 12 balonlar materialni zo'r uzoqqa chizatib beradi. Shu narsani hisobga olinglar. Biz qo'yib beraveramiz. Mana endi haligi tankani balonni ham qo'yib beradi, boshqasini ham qilib beraveradi sotish uchun. Lekin haqiqatan material olib minaman degan odam o'ziga xos, o'ziga mos hamma narsasi bir-biriga tushgan, sampadek bo'lgan narsani olish kerak-da. Materiallari ham cho'tka ishlangan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hamma narsa cho'tka joy-joyida qilingan bu narsalar. Narxi ham arzon narsa emas. Misol, suxarilarga ham original qo'yilgan. Buna joylarga masalan suxari quyilmagan bo'lsa, bularga qo'yilgan. Motorlar shu 4 burchak motor, oldindan ham ko'rsatishingiz mumkin. Juda ajoyib, parkovkasigacha, avariyaning hamma narsasi bor. Narxi $1000 ama. $1000. Mayli boshqa motorlardan $100, $50 qimmat bo'lishi mumkin, lekin ko'pga chidaydigan. Bu birinchi kelgan motorlar bor. O'zbekistonga kelgan sariq odamlar bilan yuradi. Gideti 7 yil, 8 yil oldin kiritilgan o'sha motorlar. Balonlarni qaranglar, shuna katta balon emas. Shu 350 ga 12, 400 ga 12 balonlar. Hali ham buni yuradi. Akkumulyatorni 4 yilda, 5 yilda almashtiradi o'sha motorlar. Hammasi bir-biriga tushgan. Shuning uchun. Shuning uchun material tanlashda adashmanglar. Materiallarimiz juda ko'p. Bu yerda assortiment, skuter deysizlarmi, material deysizlarmi, mashina deysizlarmi, o'yinchoqlar deysizlarmi, hammasidan bor. $1000, $900, $1050, $1200, $1300 kabinkali materiallarimizni $1250 beryapti. 1 tonna, 180 ga 130 bular. Men narxlarni juda hali bitta aytmaganim, sizlarga yana aytib o'taman. Narxlarni almashtirib qo'yishim mumkin. Keyin sizlarga oldida hijolatli sotuvchi bilan sizlar o'rtalaringda hijolatli videoga gapirib beraveraman. Lekin Qirg'izistonda, boshqa viloyatlarda magazinlarimiz boricha hammasini o'zim video qilganim uchun narxni aralashtirib beraman. Endi Qirg'izistonniki misol so'mlarki 100 ming so'm deyotgan bo'lsak, gideti 1,5 millionimizga to'g'ri keladi. 1,5 millionimizga to'g'ri keladi. Shuni hisobidan 1,5 million bersa ekan 1000
$200 to'g'ri kelayotgan. 100 ming, $1200 to'g'ri ekan. Shuning uchun narxlarni adashtirib olaman. To'g'ri tushunasizlar bu narsalarni. Sizlar kelib yo bo'lmasa telefon orqali so'rasalar, mana labolarimiz ham bormi? Labo ham yuk ko'tarayotgan oldiga 2 kishi o'tiradigan $2000. Menimcha $2000 shu narsa, adashmagan bo'lsa, lekin hamma batafsil oxirigacha, nuqtasigacha, dastlabkasigacha, boshqasigacha ballarimiz sizlarga tushuntirishadi. Undan tashqari mol toshgan materialimiz kelgan. Bu ham shunaqa zo'r gorniq ishlangan. 12 ta bolt gaykali, ikki tomonda qutilari bor. Bort balandligi juda baland. 1 metrdan oshiq bo'lsa kerak ham bor. O'zi shu holatda kelgan. Turistlarimiz bor, mana yosh kattalarga, ayollarga bular tanlab olish mumkin. Jimping modellarimiz bor, Largo modellarimiz bor. Hammasini bemalol kelishlari mumkin. Bu magazinimiz Qo'qon iqtisodiy zonasida qo'rinlaydi. Narigi magazinimiz Afg'onbog' bilan Oqayna Krugovoyning o'rtasida. Undan tashqari yana magazinlarimiz Qarshida bor, Yozyovonda bor. Ana shu ko'rib turgan nomerlarimga xohlagan joylarga yaqin bo'lgan telefon qilsalaring, bemalol sizlarga narsalarimiz haqida, materiallarimiz, skuterlarimiz haqida ma'lumot berishlari mumkin. Bundan tashqari o'yinchoqlarimiz bor. O'yinchoqlarni olib borib sotaman deganlarga ham o'yinchoqlarimiz ham juda o'sha Xitoy biz bilan ishlaydi. Biz tarqatamiz shu narsani. Bemalol olib borib sotishlari mumkin bu narsalarni ham. Yo bo'lmasa kelib uylaringga, farzandlaringga, rollaringga hayotga qilasizlarmi, nima qilsalaring, sizlarga ham bemalol assortimentimiz bor. Sizlardan duo qilib turinglar, podishka qilib turinglar. Shuni kutib qolamiz. Xizmatdamiz, sog' bo'lasizlar.